Salom do'stlar. Sizlar bilan Delese Turayev o'yin to'g'risida kanali. Xo'p, biz bugungi videomizda mana bu yerdan draft tarkib tuzamiz. Xo'p, videoni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xo'p, unday bo'lsa biz videorolikni boshladik. Xo'p, o'zim men videoni biroz oldinroq boshlagandim, lekin video yozilmay qoldi. Shu 40 ta olmozni olgan paytim. Xo'p, unda biz taktika tanlaymiz. Menga tur 2-3-1 taktikasidan ko'ra 3-1-4-2 taktikasi ancha qulayroq. Chunki o'zim ham shunga yaqin taktikada o'ynayman. Shunga men 3-1-4-2 taktikasini tanlayman. Xo'p, Turan, Cholxonoğlu, Xo'p, Kukurelya, Ronaldo. Albatta biz Ronaldoni tanlaymiz. Goat shubhasiz. Xo'p, darvozabon ajoyib. Pasajik Gianluigi, markaziy himoyaga Militao. Xo'p, bu yerda endi Timberni tanlayveramizmi? Timber. Xo'p, albatta Arsenal qanot himoyasi Timberni tanlaymiz markaziy himoyada. Bu yerda endi bizda tanlov yoki Alessio Romagnoli yoki Milinkovic. Xo'p, Milinkovichning bo'yi 1.95. Mayli Romagnolini tanlayveramiz. Biroz omadsizroq bo'ldi shu. Alvaro Carreras yoki James. Albatta Real Madriddan futbolchini olamiz. James kuchliroq bo'lsa ham menga Carreras undan darajasi balandroq bo'lishi mumkin edi, lekin Delese asta ko'taradi. O'zi bemalol sariq kartaga tortadi Carreras, lekin Delese birdaniga ko'tarib yubormaydi, asta ko'taradi. Keyingi lanishlarda sariq kartagacha ko'tarilishi mumkin Alvaro Carreras. Xo'p. Bu yerda Mendy yoki Neves. Albatta Joan Neves PSG futbolchisi. Va eng yaxshi o'yinchilardan biri N'Golo Kante, afsona shubhasiz Kanteni olamiz. Xo'p. Locatelli Juventus futbolchisi yoki yo'q. Bu yerda boshqa variant yo'q ekan. To'g'risi Locatellining tezligi past bo'lsa ham mayli, pas va to'pni olib qo'yishlari yaxshi bo'lgani uchun Locatellini tanlayveramiz. Bu yerda ancha omadli bo'ldi. Albatta Ashraf Hakimini olamiz. Bu yerda Son markaziy hujumga yoki Antoine Griezmann yoki Isak. Xo'p. Isakni bo'yi ancha baland, shunday bo'lsa mayli. O'zi Sonni olmoqchi edim-ku, lekin tarkibimiz orqa ancha yomon bo'ldi. Shunga Isakni olishga majburmiz. Agar orqa tarkib yaxshiroq bo'lganda men Son Heung-minni olgan bo'lardim. Xo'p. Liverpool markaziy himoyasini olamiz. Bu yerda Diego Costa. Onani olib qo'yaveradi. Shu yerda baribir o'ynamaydi-ku. Albatta Joan Cancelo, Norman Mendy, Ferlanni olamizmi-ki-na? Mayli, Real Madrid emas. Tarkibni yaxshiroq tuzish kerak. Bu yerda endi Francesco Acerbi Inter himoyasini olamiz. Xo'p. Cherki yoki Trossardmi? Leon Trossard yoki Cherki. Mayli, Trossardni olaveramiz. Isco, Sanchez, Lopotka. Xo'p, qaysi biri? Isco. Albatta Real Madrid afsonasi Isconi olamiz. Juda ham ajoyib comeback qilgan futbolchi Isco. Bizda Due yoki-da Dodi yo'q. Boshqa yaxshi variant yo'q. Dueni olaveramiz. To'g'risi Duega rahim keldi. Ancha zo'r ochilayotgan paytda jarohat olib uzoq muddatga safdan chiqdi. O'zi Golden Boy sovrini mukofoti. Endi mayli, omad yetishmadi, shu joyda jarohat olib Due ancha vaqtga safdan chiqdi. Yana qaytganda o'yinni qaytara oladi degan umiddamiz. Xo'p, Torres, Ritegi, Lukaku. Xo'p, Pablo Lukakuni olaveramiz. Zaxiradan tushganda. Oxirgi futbolchimiz qilib Luis Suarez. Luis Suarez bilan familiyasi bir xil ekan, lekin ismi ham familiyasi ham lekin umuman boshqa futbolchi. Dobik 2 yil oldin yondirgan futbolchi Girona tarkibida. Mallen,
adashmasam Marsiya futbolchisi edi. Alvaro Morata yoki Pashalich, Ketelere De Ketelare Atalanta futbolchisi edi. Hozir biroz talaffuzda qiynaldim. Luis Suarez, Dobik yoki de Morata. De Ketelare ham bor. De Ketelarening biroz tezliklari pastligi uchun Dobikni olaveramiz. Bo'yi ham anchagina baland. De Ketelare'ni ham 1.92, Dobikni olaveramiz. Tarkibimiz mayli, lekin ko'nglimdagidek bo'lmadi. Endi boshqatdan tuzaylik desa videoning vaqti cho'zilib ketadi. Yo'q, boshqatdan tuzgan taqdirda ham reklama ko'rish kerak. Mayli, tarkib bo'laveradi. Shu tarkibda ham baribir yutsak kerak, botlar bilan o'ynayman. O'zi bir marta buni yutgandim, lekin hammasini bermas ekan. Hop, konferensiya beramiz. Faqat DLC misol uchun yarim finalda yutqazib qo'ysangiz, 3-o'rin uchun 5 ta olmos bilan 100 ta Dream Post beradi. Hop, yarim finalda yutqazib qo'ysangiz, ikkinchi o'rinni olasiz, 15 ta olmos bilan 225 ta Dream Post beradi. Finalda yutsangiz 60 ta almas bilan 550 ta Dream Post beradi. Finalda yutganingiz bilan mana orqadagilarni bermaydi DLC. Bu yerda jami 80 ta olmos olishning iloji yo'q. Faqat birinchi o'rin uchun 60 ta olmos olasiz. 7 ta o'yinda 20 ta olmos. Yaxshi. Hop, unday bo'lsa biz bugungi videoni yakunlaymiz. Hop, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Описаниеda va kommentariyada yozib qo'yaman. Faqat bir iltimos sizdan obuna bo'lib qo'ying, kanalimiz rivoji uchun. Hali men ham Iminov, Ismoilovlar darajasiga yetishga harakat qilyapman. Ular ham Ismoilov 3 yilda, Iminov 2 yil. 2 yil bo'libdi boshlaganiga youtuberlikni. Mana endi 2 hafta bo'ldi. Xudo xohlasa, hali men ham shu darajaga yetar degan umiddaman. Xo'p. Bunday bo'lsa biz sizlar bilan DLC To'rayev 14 kanali bo'ldi. Videoga like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.